Agar bu xat qo'lingizga yetsa, avval ko'z yoshlaringizni arting. Men uzoqdaman, lekin duongizdan uzoq emasman. Tunlar sovuq, osmon yulduzlarga to'la. Men esa bolaligimiz hovlasini eslayman. Siz tandir oldida non yopardingiz, otam esa yelkamga qo'l qo'yib mard bo'l bolam derdi. Onajon, Siz yig'lamang, o'g'lingiz boshini egmadi. otajon, Siz o'rgatgan nomus bugun meni tik tutmoqda. Men bir odam uchun emas, bir oilam uchun emas, butun yurtimning tinch tongi uchun safda turibman. Meni uyga boshlaydi. Men qahramon bo'lish uchun emas, bolalar qo'rqmasdan uxlashi uchun. Onalar farzandini bag'riga bosib kulishi uchun. shu safda turibman. Agar bir kun Qaytsam avval onamning qo'lini o'paman, otamni mahkam quchoqlayman, yurtim tuprog'iga bosh egaman. Agar taqdir boshqacha yozilgan bo'lsa, meni yeglab emas, duo bilan esla. Chunki askarning eng katta mukofoti onasining duosi va vatanining tinchligidir.